İbratli oynab oldi. Biringa tursiga. Yana bir ikkita uchta paydo olib qoldi. Bu o'yda ibratli o'yda anaqasini kechaganda bu o'yda nima deydi? İbratli oilada ko'plab nishon sohib yashaydi. Menga 3 ta berdi. За обеспечение тыла вермадымы? За обеспечение тыла. Shuni ham endi berish kerak. За обеспечение надежного тыла. Kechaganda Endi berdim, o'shanda qo'yib berdim. birinchi darajali ko'prak Birinchi darajali oldingizmi? Samolyot teginsizga. Birinchi darajalikka Mana qimizni qaranglar, ishalmayapti bular, ey. Ichinglar qimizni. Besangiz gap qo'shimcha. Muatib qoldi sho'rvalar. turishni Birinchi darajalikka unda kiring o'qib oling. Birinchi darajalikka qanchasi bor, ha? Lovi, qahramon. Aka. birinchi darajali hurmat belgisi Ha, esa birinchi darajalik anaqa. birinchi darajali mehnat faxriy Qancha ishi bor unga? Men o'qib beraman. Mehnat faxrisini bilmayman. Bor. Lekin geroyga bor. ha Geroyga ham bor. Nimalar qolishini o'zi o'qib beraman. yo'q samolyotga Bizga millat faxrisini berdi-yu. Menga Esenga davlatga birida bir marta tekinman, Esenga davlatga. Bir yil ishlatmasam, ikkinchi yili Ya siz endi xizmatingiz uchun bundan bordi. ketin 3-yilga qolmaydi, kuyib ketadi. Ha? O'ramiz aka? Ha. Bu xizmatingiz uchun berilgan u. Ha, o'sha. Omon bo'linglar. Qisqaraganda